أطواق الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة 88 88 مقالة. لا تركن للدنيا. دنياga tayanma. الأجداد أبلتهم الأجداث والآباء أكلتهم الآباد والأبناء عما قليل أنباء. Abad deb davr zamonda aytarkanda, bobolarni qabrlar eskirtirib chiritib bo'ldi. Bobolar allaqachon qabrda chirib bo'ldi. Otalarni ham davr zamonlar yeb tugatib bo'ldi. Bolalar ham yana ozginadan keyin xabarlarga aylanib qoladi. Shunaqa. Zamon shunaqa, kelaveradi, ketaveradi, hech kim turmaydi, hech kim bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Qabrlarda chiridiku ajdodlar, xabarlarga aylanar-ku avlodlar. ففيما الحرص على ظل قالس ومقيل عنت عنه غدا شاخص. Qalasa ozaydi, ketdi, toraydi degan ma'nolarda ekan, endi yo'qoldi degan ma'nosi ham bo'ladi. Endi ozayib ketib yo'qoladi. Maqil deb ozgina mizg'ib oladigan joyda aytar ekan. Men shaxsal musofiru min baladihi desa, musofir shahridan chiqdi, ketdi degan ma'noda ekan u ham. Ya'ni endi bu o'zi yaqinda yo'q bo'ladigan bu soyaga harislik katta. Sarobga ham intiladimi odam? Yaqinda yo'q bo'ladigan bu soyaga harislik katta. Va ertagagina sen o'tdan ketadigan bu ozgina mizg'ib oladigan joyga bu qadar harislik katta. Qattan bo'lyapti. Nima keragi bor? Bu harislikda nima? Bu soya bo'lsa, yaqinda ketsa, shu soyaga odam shunchalik haris ochko'z bo'ladi. Hozir shu ozgina mizg'ib olsa, ozginadan keyin ketasan. Shu ozgina mizg'ib oladigan joyga ham shunchalik odam ochko'z bo'ladimi? Deyapti. Bas buncha ochko'zlik oni bu joyga tongla tark etilmish karvonsaroyga. Suraga bir vaqtli oni bir zumlik bir lahzalik bu joyga buncha ochko'zlikni nima keragi bor? Ertaga ketadigan karvonsaroyga buncha ochko'zlik qilishda nima keragi bor, deyapti. Hay. Shunaqa. Allah tavfiq bersin. Hay, shu bilan 88-maqola ham nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar azizlar.